Agar siz GPT yoki Gemini bilan oddiy chat qilib yurgan bo'lsangiz, siz sun'iy intellektning 90% kuchidan foydalanmayapsiz. Hozirgi kunda ikki xil odam bor. Biri sun'iy intellektni oddiy chat qilish uchun ishlatsa, ikkinchisi esa sun'iy intellektni xuddi o'zining yordamchisi, ya'ni ishchisi kabi ishlatadi. Salom aytchilar, men ismim Xondemir va men oxirgi oylarda Cloud Skillsni aktiv ishlatib kelmoqdaman. Sababi undan keladigan natijalar meni vaqtimni va AI kontekstlarimni tejab qolyapti. Bu videoda esa biz skills o'zi bu nima, uni qanday to'g'ri yaratish kerakligini va o'zim kundalik hayotda ishlatadigan 5 ta skillsni sizga ko'rsatib beraman. Okay, skills o'zi bu nima? Skills bu o'zi oddiy bitta MD fayl. Uning ichida esa sun'iy intellekt uchun to'liq qo'llanma yozilgan bo'ladi. Va qachonki u narsani cloudga yoki boshqa sun'iy intellektga berilsa, u o'sha qo'llanmalarga asosan sizning ishingizni bajaradi yoki siz bergan savollarga javob beradi. Bu degani siz sun'iy intellektga har doim qayta nima qilishni tushuntirib berishi shart emas. Bitta shundoq skillni yuklasangiz, o'zi hamma qo'llanmani tushunib olib, siz xohlagan narsani bajarib beradi. Keling bitta misol olaylik. Siz cloud sun'iy intellektida qanaqadir bitta akademik mavzuni chat qilib, o'zingiz xohlagan savollarni berib, javobini olib turibsiz. Va cloudda o'sha mavzu bo'yicha endi to'liq kontekst bor. Endi esa siz shu chatni o'ziga slash orqali taqdimot yaratuvchi skillni qo'shsangiz, hamma ishlatilgan bo'lgan kontekstdan foydalanib, bu sizga o'sha slaydni yaratib beradi. Sifatli skilllarni qanaqa qilib yasashni o'rgatishimdan oldin siz like va podpiska tugmasini bosib qo'ying va bu videoda ko'rsatadigan hamma skilllarni siz meni bepul Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Uni men opisiyaniyada qoldirib qo'yaman. Xo'p, siz Cloud sun'iy intellektga kirganingizdan so'ng mana bu plus tugmasini bossangiz, bu yerdan skills degani turadi. Xo'p, siz skillsni bossangiz, bu yerdan sizda qanaqa skilllar bor, hammasi bu yerda ko'rinib turadi. Agar sizda umuman hech qanaqa skilllar bo'lmasa, siz add skill orqali skill qo'shib olishingiz mumkin. Keling biz mana bu manage skill, ya'ni mana bu chemodanning ustiga bossak, bu bizga skilllarning o'zini panelini ochib beradi. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin skilllarni mana plus tugmasi orqali qo'shishimizni va o'zimizda mavjud bo'lgan skilllarni. Xo'p, bizga eng kerak bo'ladigan skilllardan biri bu skill creator. Bu meni birinchi skillim, kundalik hayotda ishlatadiganim. Sababi skill creator o'zi bu nima? Skill creator qisqa qilib aytganda boshqa skilllarni yaratadigan skill. Bu narsa Anthropic tomonidan o'zi ofitsialniy sizlarga qo'yib berilgan bo'ladi. Cloudni o'ziga kirsanglar, faqat mana shu skillni o'zi sizlarda turgan bo'ladi. Xo'p, bu yerda bizda description yozilgan, ya'ni tavsif yozilgan, qanaqa ishlaydi, nima qilish kerak, hammasi mana shu yerda yozilgan bo'ladi va bu yerdan siz mana bu tugma orqali kodini, ya'ni qanaqa kodda yozilganini ko'rishingiz mumkin. O'zi mana ko'pchilik farqiga bormaydi. Skill o'zi qanaqa bo'ladi? Bu yerda bizda faqat ismi bo'ladi, ya'ni skillni o'zini nomi va description, ya'ni u haqida qisqagina qachon ishlatish kerakligini. Bu skillni ishlatish uchun esa siz mana bu yerdagi 3 ta nuqtani bosib, try in chatni bossangiz bo'ladi yoki umuman chatni o'zidan, mana shu chatni o'zidan slash tugmasi orqali siz xohlagan masalan skill creator bo'lsa, skill creatorni tanlasangiz bo'ladi. Xo'p, endi biz skill yaratib olamiz. Biz skill creatorni tanladik. Siz skillni o'zingiz qo'lingizda yozmaysiz, uni sun'iy intellekt o'zi yozib beradi. Skill creatorni tanlab olganimizdan keyin biz oddiy bunga prompt beramiz. Xo'p, meni promptimga e'tibor qiling. Men bu yerga yozganman, birinchi bo'lib o'zi qanaqa skill yaratib berishini, ya'ni nomi nima bo'lishini. Men bu yerda yozganman, hook yozib beradigan skill. Siz ham agar skill yaratmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa promptdan foydalaning. Birinchi bo'lib nimaligi, qanday ishlashi va sizdan nima talab qilinadi, o'shani yozasiz. Keyin esa bu yerdan o'zingiz xohlagan modelni tanlab, send tugmasini bosasiz. Xo'p, mana bu bizga skillimizni tayyorlab berdi. Endi esa xuddi shu skill tayyor bo'lgandan keyin siz xohlasangiz buni o'qib chiqib, o'zgartirishingiz mumkin, chatni o'ziga yozib. Yoqqandan keyin siz mana bu save skill degan tugmani bossangiz, bu o'ziga endi o'rnatib oladi, o'sha skillni o'ziga yuklab oladi. O'zingizda bor bo'lgan skilllarni esa siz mana bu tugmani ochib, mana bu customize ga o'tsangiz, mana bu yerda skills degani bor va bu yerda sizda qanaqa skilllar bor, hammasi bu yerda ko'rinib turadi va mana bizning boya yozgan Reels hookimizda ham shu yerda turibdi. Bu meni birinchi skillim edi. Xo'p, ikkinchi skill bu JSON prompt generator skilli. Bu nima qilib beradi? Bu agar siz qachondir rasm yaratmoqchi bo'lsangiz, qachonki unga JSON formatida prompt bersangiz, rasmingiz yaxshiroq sifatda chiqadi. Shuning uchun bu oddiy prompt yozmaydi va JSON promptni detalli qilib yozib beradi. Xo'p, keling o'zi skilllarni qanaqa qilib siz cloudingizga qo'shib olishni ko'rsatib beraman. Siz mana bu plus tugmasini bosasiz va create skillni tanlaysiz. Bu yerdan esa siz upload skillni bosasiz. Xo'p, upload skillni bosganingizdan so'ng siz bu yerda ko'rishingiz mumkin, sizga yoki MD fayl kerak yoki sizga zip fayl kerak. Oddiy papka bo'lsa bularni qabul qilmaydi. Keyin esa biz mana bu tugmani orqali bu yerdan o'zimiz tanlamoqchi bo'lgan skillni tanlaymiz va open tugmasini bosamiz va shu orqali siz
o'zingiz xohlagan skillni yuklab olasiz. Men bu yerda masalan hozir front-end design skillni yuklab oldim. Bu skill esa mana 3-chi eng ko'p ishlatadigan skilllardan biri. Xo'p, bu o'zi nima qilib beradi? Agar siz umuman sun'iy intellekt bilan veb-saytlar yoki applar yaratgan bo'lsangiz, uni o'zini xatoliklari bor, ya'ni ishlatadigan ranglari bor, sun'iy intellektdagi bilinib qoladi. Va siz bu dizayn, ya'ni bu skill orqali sun'iy intellekt sizdan yaxshiroq savollar berib, qanaqa qilib to'g'ri dizayn yaratishni, qanaqa to'g'ri ranglarni ishlatishni so'rab, front-end dizayn yaratib beradi sizning ilovangiz yoki veb-saytingiz uchun. Keyingi skill bu daily planner degan skill. Daily planner skill qachon yordam beradi? Qachonki menda qanaqadir kunim bo'yicha rejalarim bo'lsa, men shunga to'liq yozib beraman va o'sha rejalar asosida bu menga qachon nimani qilishimni planni tuzib beradi, ya'ni rejasini tuzib beradi. Va keyingi eng ko'p foydalaniladigan skillimdan biri bu slayd yaratib beradigan skill. Bu shunaqa skillki, qachonki siz qiyinroq mavzularda, akademik mavzularda ham bunga ma'lumotni bersangiz, bu o'sha ma'lumotdan foydalanib sizga diagramma, infografikalar orqali sizga zo'r slayd yaratib beradi. Siz hech qanaqa pul ham to'lashingiz shart emas, boshqa Gammaga o'xshagan platformalarga siz xuddi shu skillni olasiz va o'zingiz xohlagan ma'lumotlarni berasiz va bu sizga mana shu yerning o'zida prezentatsiya yaratib beradi. Boya aytib o'tganimdek, hamma skilllarni men o'zimni bepul kanalimda joylab qo'yaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.